Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bugun mana bitta chaqiruvga kelganmiz. Xo'p, termeximiz ishlamayapti, suv yetkazib bermayapti deb chaqirishgan bizani. Lekin kelsak, hech qanaqa aybi yo'q. Yaxshi ishlab turibdi. Suvlar suv chiqyapti. Xo'p, muammo nimada bo'lgan? Bularga suv yetkazib bera olmagan. Suvistgich Vodonagrovatelь o'shaning hisobiga yoniga yana bitta qo'yishni biz tavsiya qildik. Xudo xolasa mana yangisini olib keldilar. Zifler brendidan qo'yib beryapmiz. Zifler brendini biz ko'p qo'yamiz, nimagaki sifati yaxshi chiqyapti. Lekin bizga Zifler hech qanaqa pul to'lamaydi reklama uchun. Biz tekinga mana reklama qilamiz, nimagaki haqiqatan ham sifati yaxshi chiqyapti. Narxi ham hamyonbop, sifati ham yomon emas. Mana shuni yoniga xudo xolasa bugun Termex yoniga qo'yib beradigan bo'lamiz. Xudo xolasa ish jarayonini mana videoda ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Qanaqa qo'yamiz, keyin bu nima hisobda qanaqa ishlashini ham hozir videoning oxirida tushuntirib beramiz. Xo'p, mana qotiradigan joyimizni birinchi avval o'lchov olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi qiladigan ishimiz shu joyi razmerlarini, o'lchovlarini o'lchab olish kerak bo'ladi. Mana kafega kelgan edik. Ularning vizasi bo'yicha Termex suvistgichi suv yetkazib bera olmayapti, yaxshi qizdirmayapti deb chaqirishdi. Buni diagnostika qilib ko'rdik, tenlarini, termostatlarini tekshirdik, hammasi joyida, yaxshi ishlayotgan ekan, muammo yo'q. Xo'p, muammo nimada bo'lgan? Bularda kafe ko'p idish-tovoq yuviladi, o'shaning hisobiga suv yetmagan. Biz tavsiya qildik, yana bitta yoniga qo'yib yuborishdi. O'zligi ham mayli, ma'qul deb bilishdi. Bitta qo'yib berdik mana 100 litrlik. Qanaqa uстановка qilganimizni hozir Feruz akam gapirib beradilar. Hop, tushuntirib o'tsam, bu yerda mana eski Aristondan suv chiqyapti. Mana yangisiga kiryapti. Bu shunday o'zicha shu turishda bak vazifasini bajarib beryapti, bo'ldi. Bundan chiqqan suv mana sintetika ketadi. Bo'ldi shu. Xudo xolasa, muammo bo'lmaydigan qilib, yaxshi ishlaydigan qilib qo'yib berdik, kafolatlari bilan qo'yib berildi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, hammanglarga rahmat. Agar ishimiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Yoqmagan bo'lsa, nima uchun yoqmaganini kommentda yozib qo'yasizlar degan umiddamiz. Rahmat.